Assalomu hurmatli obunachilar, mana biz avtokarga keldik. Kech bo'lishiga qaramasdan judayam mijozlarimiz ko'p. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Turishibdi, hisoblab turishyapti. Hamma mashinalarimiz наличиеda bor. Tracker, LTZ, LS, Onyxlarni, LTZlari hammasi bor. Undan tashqari mana Malibu'ni необычный svetlar mana bitta mijozimiz bizdan shunaqa oq Malibu so'rovdilar. Mana oq qop kelib qo'ydik siz uchun. Белый жемчуг emas, белый. Tinnu belly va mana bunaqa narda greyga o'xshagan rangi ham bor. Malibu XL narxi 419 millionligi ham bor, 390 millionligi ham bor. Bemalol kevrasizlar. Onyx bilan Trekkerlarga, Damas, Van, Kombi, Labolarimizga rasrochkalarimiz hali ham mavjud, ochiq. Bitta pasport evaziga o'zini-o'zi band qilish bilan hech qanaqa penalasiz va shtraflasiz rasrochkalarni qilib beramiz. Kevringlar, avtokarda hammanglarni kutaman.